Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlarni Ustaxona Tech kanalida ko'rib turganimdan xursandman. Bugun Shivaki televizori 32 dyuymli modelni ko'rishinglar mumkin. Xo'p do'stlar, ushbu televizorimiz nima muammo bilan kelgan? Ushbu televizorimiz umuman yonmaslik muammosi bilan kelgan. Do'stlar, korpusiga diqqat qilamiz. Bitta qanot bizada bor, ikkinchi qanot singan. Shundan xulosa qildimki, balkim televizorimizning ekraniga zarar yetgan bo'lsa kerak deb o'yladim, lekin klientimiz aytishiga qaraganda umuman televizorimiz indikator yonmas ekan, ya'ni chiroq yonmas ekan. Do'stlar, multimetrimizni plazma rejimiga qo'yib, quvvat manbaini bir uchiga qo'yib, avval testeramizni tekshirib ko'ramiz. Multimetrimizni qo'yib, diodni переменный oyog'iga, ya'ni o'zgaruvchan tok kirish oyog'iga tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan mostimizni qaysidir oyog'iga kelishi kerak bo'ladi. Xo'p, birinchisida yo'q. Do'stlar, kelinglar endi biz mana shu shtikerimizni o'zini o'lchab ko'ramiz. Diodni mostlarni ham o'lchab ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bizda yaxshi. Almashtirib ko'ramiz. Yaxshi. Bir tomonga yo'q. Bir tomonga ko'rganimizdek ko'rsatdi. Yaxshi. Bir tomonga bor, ikkinchi tomonga yo'q. Tak. Xo'p, diodni mostimiz yaxshi, kondensatorni ko'rishimiz ham mumkin. Yaxshi. Do'stlar, kelinglar endi platamizni yechmasdan turib, quvvat kabelini o'zini razmon qilib ko'ramiz. Hop, bizda quvvat manbaini tizim uzilgan shekilli. Ikkalasi ham ko'rsatmayapti do'stlar. Xo'p, kelinglar hozir endi videoni pauza qilamiz. Do'stlar, boshqa shtiker olib keldim. Do'stlar, televizorimizni ulashdan oldin sizlarga hamma narsani aytib o'tishim kerak bo'ladi. Mana bu yerda diodni mostni o'lchaganimizda bizda diodni most butun, предохранитель butun. Mana bu yerda kirish tranzistori, polarniy tranzistor, ya'ni qutbli tranzistorimiz ham yaxshi ekan va mana bu yerda biz qisqacha shu holatini aniqlamadik. Endi do'stlar, televizorimizni hozir quvvatga ulab ko'ramiz. Do'stlar, hozir indikatorga diqqatimizni qaratishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganimizdek bizda indikatorimiz yonda. Endi power tugmasini bosamiz. Power tugmasini hozir bosamiz. Ko'rib turganimizdek bizda Shivaki televizorimiz yonda. Ekranda ham nuqsonlar yo'qligini ko'rib turishimiz mumkin. Ozgina kutib tursak, bizda hozir Android загрузкasi paydo bo'ladi. Do'stlar, ko'rib turganimizdek bizda televizorimiz yonda, ya'ni muammoyimiz faqat mana shu shtikerdaligini e'tibor bilan qarashinglar mumkin. Xo'p do'stlar. Do'stlar, mana ko'rib turganimizdek biz muammoni aniqladik va yangi kabelni o'rnatib olamiz. Qisqacha xulosa, menimcha televizor mana shu sinib ketgan paytida balkim osilib qolgandir bir tomoni, o'shanda balkim tortilgandir kabel deb xulosa qildim. Do'stlar, har doim bunaqa yengil tuzatish jarayoni bo'lmaydi. Mana shu televizorimiz hozir muammosi mana shu shtikerdan chiqdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'lmagan, albatta kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib, o'z izohinglarni yozib ketinglar. Va yanada qiziqarli videolar joylab borishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Ustaxona Tech kanalida ko'rishguncha xayr.